Kelajakda ushbu kasb egalari pulni tagida qoladi. Bular sun'iy intellekt yoki IT mutaxassislari emas. Birinchisi, santexnik ustalari. Odamlar suv bilan bog'liq muammo uchun har qancha pul to'lashga tayyor. Ikkinchisi, elektr ustalari. Hozir kunda elektrsiz 1 soat ham yashab bo'lmaydi. Uchinchisi, hayvonchilar, ko'priklar, zavodlar, katta binolar aynan ularning qo'li bilan quriladi. To'rtinchisi, konditsioner ustalari. Issiq havoda ularsiz yashashning o'zi bo'lmaydi. Siz yana qaysi kasb egalarini bilasiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Kelajakda ushbu kasb egalari pulni tagida qoladi. Bular sun'iy intellekt yoki IT mutaxassislari emas. Birinchisi, santexnik ustalari. Odamlar suv bilan bog'liq muammo uchun har qancha pul to'lashga tayyor. Ikkinchisi, elektr ustalari. Hozir kunda elektrsiz 1 soat ham yashab bo'lmaydi. Uchinchisi, hayvonchilar, ko'priklar, zavodlar, katta binolar aynan ularning qo'li bilan quriladi. To'rtinchisi, konditsioner ustalari. Issiq havoda ularsiz yashashning o'zi bo'lmaydi. Siz yana qaysi kasb egalarini bilasiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.